litsenziyalangan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar uchun sizlarga juda ham katta yangilik bor. Ya'ni Central Holidayga Mohirbekda oldiga yetib keldik. Mohirbek qaysi kunlarda sanaladi? Assalomu alaykum aka. Bizda vodiydan 22-kun Farg'ona Madina yo'nalishi, 23 Farg'ona Madina yo'nalishi. Undan tashqari 28 Farg'ona Jidda, 29-30 Farg'ona Madina yo'nalishi. Bundan tashqari 21, 24, 27 Namangan Jidda, Namangan Madina yo'nalishi. 18, 22, 29 Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishi. Andijondan esa 22, 29 Andijon Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Hammasini siz obunachilaringizga $1030 qilib berdik. Standart plus paket. Standart plus paketda do'stlar bu aytilayotgan narxlar xudo xolasa oyda oxirigacha bo'ladi. Xo'p, endi dekabr oyiga so'rayotganlar uchunchi Mohirbek? Dekabr oyiga vodiydan Farg'onadan 2-kuni, 3-kuni 9, 10, 16, 17 oyda oxirigacha bor. Farg'ona Jidda, Farg'ona Madina yo'nalishi $1050 qilib berdik. $1050 do'stlar. Undan tashqari Namangan, Toshkentdan ham bor. Hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqsa aytamiz, qaysi kunga to'g'ri kelsa dekabr oyida e'lonni qilib beramiz. Xudo xolasa do'stlar, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasa, litsenziyalar mana shu yerda turibdi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Xudo xolasa, bu kanalimizda yangi video umra narxlari chiqyapti do'stlar. Xudo xolasa, kommentariyada fikrlarni qoldiradigan bo'lsangiz, to'liqroq, batafsil barcha ma'lumotlar beruvchi. Undan tashqarida nasib bo'ladigan bo'lsa, bizni taniganlar bo'ladigan bo'lsa, 22-sanaga inshaalloh birgalashib umra safariga borishlar nasib bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.